Zaten ocaklardan çok param senin. Eken çay ettirsin. 13 milyon ettirin eken. Neçe soradı bazar eken? 11'ge so'rabdi. 11 milyon soradı. Yani savdan astı versin eken. Çay ettirsin mi? 14 milyon ettirin eken. Acayip bağaman degenlerge. Acayip ocak. Telefon nomeri saytın eken her ihtimala karşı. Satılmaya kalsın mı bu ada? Ben uyda to'g'rilib qolmayman. Ha, o'zi birdan ekan. Savdan astı versin onda eken. Sizcha aytib tursa aka? O'jakda. 13 so'm aytib tursan. Necha so'rayapti hozir? 9.5 mu so'rayapti. Savdan astı versin aka. Necha aytib tursa aka bularni? 14 dan aytib turgan ekan. Necha so'rayaptimi aka? 11.5 dan so'rayap turgan ekan. Telefon nomerini aytib bersangiz aka, rahmat. Nomer aytib bersangiz, rahmat bo'ladi aka. Obunachilar uchun. Nechadan? 99 dan 99 dan 500-ncha? 570 570 23 47. Ana bog'lanaverasizlar. Bo'ldi, yaxshi tushunamiz hozir. Necha aytib tursiz aka? 10 so'm. 13 aytib turgan ekan. Necha so'rayapti? 10 milyon 600 ga so'rab turgan ekan. Savdan astı versin. Boylari bir chiqib borar, bir 50 shunga chiqib borar, xudo xolasa. Limuzinga gibrit. Necha bu? Limuzinga gibrit. 14 yot. 14 milyon aytib turgan ekan. Normal narsa. Necha so'rayapti? 6 oylik o'jak. 12 ga chiqdi bozor. 12 milyonga so'rab turgan. Yani savdan astı versin. Acayip narsa ekan. Sizcha aytib tursiz o'jaysiz aka? Men 12 aytib turibman. 12 milyon aytib turgan ekan. Necha so'rayaptimi bozor? Bozor 98 ga 99 ga so'rabdi. Ha, savdan astı versin. 11 bo'lsa beracağım. Ha, 11 bo'lsa beracaksizmi? Mana bu yoq olacak. 11 milyon. So'radingizmi? Mirzo Shavatli olacak. 11 milyon. Ha, shuga beracak o'tiribgan o'zi 11 ga. Savdan astı versin. Necha aytib tursiz aka? Nechadan aytib tursiz? Renat aka? Yes, endi kelasiz. Qaziqchimi? Ay, bola. Shaqli qalandar necha so'm aka? 16 aytib turibdi yani. So'rayaptimi bozor? 13.5. Mana ajoyib. Xudo xolasa. Necha aytib tursiz? 16 aytib turgan ekan. So'rayaptimi bozor? 14 milyon so'rab turgan. Savdan istiyorsun. 14 dan aytib turgan. 14 dan so'rayaptimi bozor? 12 dan so'rayapti. 12 milyondan so'rab turgan. Savdan qilaversin aka. Yo'q, savdani. Necha aka? Salkam 15 oldu. 15 milyon so'rab turgan ekan. Selkami 200 ming so'm kammi, 300 ming so'mmi? 300 kam. Ha, 300 ming so'm kam ekan. Yer çaldırma. Savdan istiyorsun. Necha aytib tursan, jo'ra? 17 dan aytib turgan ekan. Necha so'rayaptimi biz? 14.5. Savdan qilaversin. Sizcha aytib tursiz? 14 milyon aytib. 14 milyon aytib turgan ekan. 11 milyon 8 ga so'rab turibdi ana. 12 bo'lsa berajak ekan. Savdan istiyorsun. Mal ağzından pazarda. Necha aytib tursiz aka? 18 milyon aytib turgan ekan. Ajoyib. Ish bizganmi, bizmaganmi? Bizganmi? Ikki chiqar ha bu. So'radimi bozor? 14 yarım diyor. 14.5 ga so'rab turgan ekan bozor. Bag'aman ditollar, diqqatini. Qiziqatollar. Telefon nomeringizni aytib keting aka. 91'den. 91dan 270 270 0122. 0122 şu bağlı nomerga bağlanaverasizlar. Sentlarni piyodalar ana. Yebichu sozligi. Savdan astı versin aka. Chat tursiz aka? 15 aytdi. 15 aytdi. Buyurun. Necha baza so'radimi?
neçe? Evet. Çok 14. 14 yarım mı? 14 yarım sonra. Niye? Soldan istiyorsun. Ağlatan varyantlar. Bazarda mal ken. So'ratsizlarmi buni aka? 15. 15. Bering, turlasa. Nima? O'zi asl bahosicha so'm aka? 17 aytaman. 17 aytib turgan ekan. Ajoyib narsa. Necha aytib tursa aka buni? 18. 18 million aytib turgan aka. Necha so'rayapti bozor? Bazen 15 ya. 15,5 millionga so'rab turgan ekan. Mang'it mol bozor deb ko'rasiz aka. Reshtaga. Necha so'm bor? 20 aytdim. 20. Necha so'radimi bozor? 16 yarım so'rab turibdi. 16,5 ga so'rab turgan. Savdon istiyorsan reshtaga. Sizcha aytib tursa aka? 23 aytdim. 23 aytib turgan. So'rayaptimi? Necha so'rayapti? 19 millionga so'rab turgan. Dağlardan ajoyib narsa. Yigirma million aytılib turgan ekan shu o'z. 18 million so'rab turgan ekan. 9 million so'rab turgan o'z.